bu videoni srochniy yangi X7 qidirib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying. Okam, men siz uchun absolutni yangi 2025 ga 26 versiya bo'lgan BMW X7 X-Drive 40 avtomobilni topib qo'ydim. U M paket yetmaganiga shirniy komplektatsiyada. Mana xrustalniy farlarni aytmaysizmi? Gap yo'q. R22 dyumli Pirelli P0 shinarda turibdi. Avtomobilimizning eng asosiy navortlarini aytib o'taman. Bu avtomobilimizda полностью massaj deysizmi? Podstakanniklarimizni isitadi, sovutadi, pneumo podveska, Sky Lounge, patologlar полностью Alcantara, head-up display. Mana remellarni aytmaysizmi? M strochka tushirilgan, gap yo'q. Tomoni okam, bu eng full pozitsiyasi. Bitta tarafi shu orqa balonni burilmaydi bo'ldi. Agar sizga orqa balonni buriladiganligi qiziq bo'ladigan bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Bizga murojaat qilasiz, unisini ham qilib beramiz. Nalichida turibdi. 3 ta qatorli 7 o'rindiq bilan jihozlangan elektronli shtorkalar bilan turibdi. Полностью shetdan upravlab chiqib ketaverasiz. Sizga qaysi biri qiziq okam, shuni ayting bo'ldi. Bu X7'imizga narxi keladigan bo'lsa, $175,000 ga egalarman gaplashib ko'ndirib qo'ydim. Agarda sizga orqa baloni buriladiganligi qiziq bo'ladigan bo'lsa, muammo yo'q ekan. Pastdagi raqamlarga telefon qilasiz, aloqaga chiqasiz, chiroyli narxlarda unisini ham kelishtirib beramiz.